Nimaga tashlab yuborasizlar? Mana shunaqa turganmi? Shunaqa turgan, Mana shunda olgansiz, ketgan. mana shunaqa ketgansiz. Ha, nima deymiz hozir endi mijozga? Do'stlar, вообще qiziq holat bo'lgan. Mana bu zani ofitsiant Sarvar mijozni tishini axlatga tashlab yubordi-da. Obedda mijoz kelgan, ovqatlanishga tishini, protez tishini yechib, qo'yib qo'ygan stolga. Salfetkaga o'rab. Mijoz ofitsiantlar salfetkani tez tozalab olib turadi-yu, olganda axlatga tashlab yuborishgan. Mijoz ketgan, 2-3 soatdan keyin telefon qilyaptilar. Mani tishim qolib ketibdi, deyaptilar-da, aytysizlar. Mani tishim qolib ketibdi. Qanaqa bu? Tushunish mumkin вообще. O'sha yerga salfetga o'rab qo'ygan edim. Vallahi axlatga tashlab yuborishibdi deb bori. Hozir qanaqa topamiz bu axlatni quvlash kerakmi? Uje topa olmayapmiz. Nima qilish kerak bu holatda? Hozir mijozga $1000 turar ekan u protez tish. Nima qilay, maslahat beringlar. Tish qani? Qani tish? Voy, musorni yig'ilib ketganini. Nimaga tashlamayapsizlar musorni? $1000lik musor-da bu, ha? O'shanga tashaginglar kelmayapti. Bo'pti, tashab kelinglar, faqat pomoydagi odamga aytinglar, "Oka, mabodo chiqib qolsa, oka, iltimos, qaytarib olib kelib bering" deylar.